Ministr operatsiya qilayotganda undan birinchi 600, keyin 800, keyin 900 milligram qon keta boshlaydi va operatsiya vaqtida vrach nima qilishni bilmay qoladi. Bugun biz sizlar bilan o'sha sizlar so'ragan ikkinchi qismi haqida gaplashamiz, geniy vrachlar haqida. Shahar bir burchagidagi bolnitsaga davlatning ministrini juda ham yomon holda olib kelishadi. Ular to'satdan avariya bo'lganligi tufayli ministr juda ham yomon holda bo'lib qolgan bo'ladi va o'shanda doktor Kim uni qabul qilgandan so'ng srochna operatsionni xonaga olib kiringlar deydi. Chunki ministrda hozir gemotorks va gemoperitoneit edi. Doktor Kim Soujinga qarab, tez operatsionni xonaga olib kir, biz ichidan ketayotgan qonni to'xtatishimiz kerak deydi va ular operatsionni xonaga kirganda doktor Kim Soujinga qarab, hozir ministrning selezyonkasi va jigari juda ham qattiq yaralangan va u yerdan qon ketyapti. Biz uni to'xtatishimiz kerak deydi. Doktor Kim hammaga qarab, skalpelni qo'liga olib, "Men hozir ichini kessam juda ham katta qon ketadi. Bu narsaga tayyorlaninglar" deydi va anesteziologga qarab qon quyishni boshla deydi. U qon quyishni boshlagandan keyin doktor Kim skalpelni olib, uni ichini kesgandan so'ng haqiqatan ham juda ham katta qon ketadi va doktor Kim qon ketayotgan joyini to'xtatgandan so'ng, "Men hozir 5 minut ichida splenektomiyani to'xtataman" deydi. Yosh xirurg esa hayron qoladi, nahotki bu odam shunaqa tez ishlaydi deb. Va o'shanda Soujinning hamkasbi unga qarab, "Bekorga doktor Kimning qo'llarini Xudoning qo'llari deyishmaydi" deydi. Chunki haqiqatan ham doktor Kimning har bitta qilgan operatsiyasi doim omadli bo'lib yakunlanardi. Shundan so'ng kardioxirurg ministr ko'krak qafasini kesib, u yerga trubka qo'yadi. Lekin afsuski, u yerdan katta miqdorda qon oqib boshlaydi. Doktor Kim qancha deganda birinchi 600 milligram deydi, keyin 800 va 900 ga yetadi va doktor Kimga endi nima qilamiz deganda doktor Kim o'ylanib qoladi. Qayerdan qon ketishi mumkin deb va 1 minut ichida tezda межреберный sosudni ochamiz deydi va o'shanda yondagi Soujin hayron qoladi. Agar u yerdan qon ketmayotgan bo'lsa-chi, bu faqat doktor Kimning taxminlari deb o'ylanib qoladi. Lekin haqiqatan ham 1-2 daqiqalardan keyin doktor Kim u yerni tekshirganda, haqiqatan ham u yerdan qon oqayotgandi. Agar siz bu daramanning davomiga qiziqsangiz, обязательно obuna bo'ling va like bosing. Men yana obzor qilib chiqaraman. Sizlar bilan Dilbar.